o'rganish degan. Ko'pchilik inson shunaqa bo'ladiki, ular anaqa bo'lib qoladi. Nima deydi? Emergent ta'lim. Ko'pchilik odam birinchi polni nazariy tushunib olgisi keladi, keyin amaliyotda bajargisi keladi. Agar siz default tizimni ishga solmoqchi bo'lsangiz, jarayonda o'rganishni bilib olishingiz kerak. Nimadir bormi, o'sha narsani qilib ko'rishingiz kerak. Ya'ni testable thinker bo'lishingiz kerak edi. Test amalga oshirib ko'rishni o'zingiz uchun qonun qilib oling. Misol uchun men shunaqaman, menda nima bo'lmasa, davay test qilamiz. Nima bo'lmasa, davay test qilamiz. Nima bo'lmasa, davay test qilamiz. Nechta proyekt qilingan bo'lsa, okey qilib ko'rishimiz kerak. Okey qilib ko'rishimiz kerak. Jarayon eng qizig'i ba'zi proyektlar o'xshamaydi, ba'zilari o'xshaydi. Hammasi har xil. Gap unda emas, gap shundaki, meni miyam umuman boshqacha ishlash algoritmiga o'tib bo'lgan. Nimadir kirim ma'lumoti bo'lsa, o'sha ma'lumotga nisbatan menda chiqim bo'ladi srazu. Men srazu maksimal ravishda tezda harakat qilishga talpinaman. Ya'ni noaniqlikda harakat qilish qobiliyati bu eng muhim narsalardan biri. Ikkinchi qoida. Ko'proq ma'lumot to'plang. Ko'p ma'lumot. Meni oldimga mana bunaqa yigitlar keldi.